Recording ketdi. Xo'p, endi hamma jim turib tursin. Faqat nima qilamiz? Qo'shilib turamiz orada. Xo'p, shuni men birlashtirib olsam bo'laveradi. Xo'p, demak, fill in the blanks noise yapti. Shovqin sababli nima qilgan? Qo'lay olmagan. Bizda be able to bor edi. Mavzumizda o'sha be'miz present perfect tufayli nimaga o'tib qolgan? Being ga o'tib qolgan. I haven't been able to nima bo'ladi? Sleep. Sleep bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi? Sleep. Mana shu sleep qo'ygan bo'lsalaring nima bo'ladi? To'g'ri bo'ladi pastga. Agar uni qo'ymagan bo'lsalaring xato bo'ladi. Okay? Ikkinchisi. Video bo'shda qarang. Have bought a cheaper car. Bought bu buy so'zini nima qilgani? Uchinchi shakli. Sotib oldi. Tushunarlimi? Endi a cheaper arzonroq nima? Cheaper degani arzonroq mashina. But lekin we really like this one. Lekin biz bu boshqa birini yoqtirib qolgan edik, deyapti. Endi qarang. Batga nimani mashinani sotib olgan edik, deyapti. Ya'ni sotib olmoqchi edik, lekin deyapti, biz bu birini nima qildik? Yoqtirib qoldik, deyapti. Hali sotib olmagan, endi sotib oladi. Balki nima qo'yishimiz kerak? Could qo'yamiz. O'quvchilar, endi could bilan qo'ysak nima bo'ladi? Could have. Biz nima qildik? Sotib olmoqchi edik, deyapti. Tushunarli? Lekin bu birini yoqtirib qoldik, deyapti. Sotib olmaganda hali. O'shaning uchun nima? Could bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni bizda eshik yo'q qo'yilib o'tiramiz. Eshik yo'q qo'yilib. Xo'p, qarang. Subject plus bizda nima bo'ladi? Subject plus could plus have plus nima bo'ladi? Verb 3 bormi? O'sha verb 3imiz mana bought. Sotib olindi nimasi? Uchinchi shakli. Tamom. O'shancha bayt could bo'ldi. Could olgan bo'lsalaring to'g'ri. I will send you an email as soon as. As soon as nima degani edi? Imkon boricha tezroq. I will send demak future simple. Jonathan an email jo'natar ekan. I deyapti. I get home. I get home sizda bo'ladi. Lekin uyga yetib kelganimda. Balki nima bo'ladi? Get. Arrive. Yoki mana I get home siz. Bo'ldi. I get home. Get olgan bo'lsalar ham to'g'ri o'quvchilar. Tushunarli? Although deyapti. Although degani nima degani? Garchi degani. Although the exam was very difficult. Was deyapti. Demak bu nima? Past simple deyapti. Garchi bu exam qiyin bo'lsa-da, Mark deyapti. Mark. Was nima qildi? O'tgan edi. Was able to pass. Aytdi nima bo'ladi? Insonlar be able to midi? Be ning ikkinchi shakli nima? Was mi? Mark was able to pass it bo'lyapti. Imtihon o'tgan edi. 5 ko'ramiz. What will you do? Nima qilgan bo'lar eding? Agarda sen nima? Haydovchilik testidan nima bo'ladi? Could. O'tganingda. Yo'q, o'talmaganingda bo'ladi. Yoki could have bo'lsa bu o'tmaganlik bo'lib qoladi-da. Mana nima bo'ladi? Could have if you could have your driving test. Endi aytay could have done your driving test bo'lishi kerak. Ya'ni haydovchilik testidan endi passed bo'lishi kerak. Passed your driving test. Agarda sen haydovchilik testidan o'tolmaganingda deyapti-da. Albatta. Nima qilgan bo'lardi? Could have. Could have dagi passed kelyaptimi? Passed to'g'ri zamonmi? Id qo'shilaveradi-ku passga. Your driving test. Demak, could have nima bo'lishi kerak? Passed bo'lishi kerak. You could.
Nima bilan have bo'ladi? Qarang. Hurt degani nima degani? Qiyin. Jarohatlash degani o'zini. When you fell off the wall, devorga nima qilgan? Fell off. Devorga. Urib olganda o'zini. Misol uchun devorga yiqilib tushganda, fell off degani qulab tushish. Devorga urilib ketganingda, deyapti-da aka. Devorga urilib ketganingda sen o'zingni nima qilgan bo'larding? Devorga o'zingni Jarohatlab qo'ygan bo'larmiding deyapti. Hali bo'lmagan. Bo'larmiding? Could have hurt. Harfning uchinchi shakli nima bo'ladi? Hurt. O'zgarmaydi. Uchinchi shakli nima bo'ladi? Ha, demak bu mayt nima bo'lyapti? Have. Hop. I used to. Used to nima? Qilganman, o'sha paytda ancha oldin bajargan ish. I used to play the piano when I was younger. Yoshligimda men I used to endi used to be able to play. Chunki used to bo'lyapti. Used to degani bajarganman degani. Ya'ni bitta be bo'lyapti. Tushunarlimi? Javob. 8. I will give you a hand. Give you a hand degani, qaranglar, shuni bilib olinglar, yordam bermoq. I will give you a hand when agarda meni uyga vazifamni nima qilganimda, tugatganimda, when I finish it. Mana shu nima bo'ladi? Finish it. Uyga vazifamni tugatganimda, men senga nima qilaman? Yordam beraman. They didn't have a map. Unda ularda nima yo'q? Map, xarita yo'q. Yo'q edi, chunki didn't. Ha? Yo'q edi. Lekin ular har qanaqa yo'l bilan xotinni topishga qobiliyati bor edi. They are, endi verb bo'ladi. Chunki past simple kelyapti. Didn't bo'lgani uchun aytma bo'ladi. Verb bo'ladi. Shuni sariq berib, mana javoblar sariq mana verb. Verb ham qasam bo'ladi. They kelyapti. Zega verb bo'ladi-ku. Tushunarlimi? Birinchisida pastda bo'ldi. Ha. If I see Sarah, agarda men Sarahni ko'rsam, mana Sarahni ko'rsam, keyinchalik. Unga deyapti. Uchrashuvni nima qilib beraman? Tell deb gapirib beraman. Tellda qarang. Tell batta qaysi zamonda turibdi? Present simple. Endi could bo'ladi bakka. Gapirib bera olgan bo'lar edim deyapti. Tushunarlimi? Yoki could have bo'lish kerak. Yo could have bo'lsa past alib telimiz nima bo'lish kerak? Told. O'shacha could-da. Demak bu tel bo'lgani uchun chalg'itish mumkin sizlarda. Nima uchun shunga told bo'lib qoladi. Could bo'lib qoladi. Xo'p, endi o'quvchilar davom etadi. Xo'p. Endi part 3 error correction. Error. Ya'ni nima? Xatolarni to'g'rilash. Demak, har bir gapimizda xato bor. Tushunarlimi? Ketdik bo'lsa. Correct the grammatical error. Grammatical error. Grammatik xato nima qiling? To'g'rilab keting. In each sentence har bir gapda nima bor? Xato bor. Qarang. Shu tufayli birinchisini aytingchi. When I will. Whenga umuman nima bo'lmaydi? Will qo'yilmaydi. Biz endi errorni maytda qizil bilan belgilab ketamiz. Nima bo'lish kerak bu? When I finish work ish tugatganimda qarang, bag'i endi I will bo'lib ketaveradi. To'g'rimi? Ko'chirib qo'ysa bo'ldi. Tushunarlimi? Ya'ni bu yerda will xato. Endi qizil bilan belgilab ketaveraman. Tushunarlimi? Ortiqchasini. Xo'p, qaranglar. Bu yerda to bo'lmaydi. Men sizlarga model verbga to qo'shilmaydi dedim. Endi uchinchisi. The fire spread quickly, but everybody could escape deyapti. The fire spread quickly. Qarang. Ha, bu was bo'laveradi, past simple qo'yiladi venda. Mayda will qo'yilmaydi dedim. Ve. Yo. Bu zaman. The fire spread quickly.
Olov deyapti. Tezlik bilan tarqaldi. But hamma deyapti could escape. Ha? Couldni o'rniga nima bo'ladi? Was able to escape bo'ladi. Tez tarqala olardi. Chunki could bu past simple. Nima bo'ladi mayt? O'rniga. Everybody was able to escape. Tushunarlimi? Keyingisi. You could buy the jacket. Bu jumperni, jaketni sotib olgan eding, sotib olasan. Deyapti, lekin mana nima bo'ladi? Nima bo'lish kerak? Buy bo'lish kerak. Bought-ni o'rniga nima bo'lish kerak? Buy. Tushunarlimi? Hop, if I will. Mana. If da will ishlatilmaydi. If I see Tom bo'ldi mana. Will ortiqcha bitta. She hasn't could find her passport anywhere qarang. U deyapti. Hamma yoqda pasportini topolmadim. Aytdim, mana bu yaramas hasn't shart emas. Yo, couldn't find bo'ladi. Could not find bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu narsa. Eslab qolyapsizlar, 7. We could have deyapti. Save someone qarang. Could have kelgandan keyin save nima bo'lish kerak? Save it bo'lish kerak. Tushunarlimi? Could have plus verb 3 midi? Ama aytdiki save'imiz verb 1 bo'lib turibdi bu yerda. Mana shu save it bo'lish kerak. 8. I will phone you if I will. Maytda will ortiqchani ko'ramsizlarmi? Ha? Will dedim-ku. Mana to'g'ri. Yesterday I was able to swim. Swim bo'ladi mana. Ha, was turgandan keyin mana nima swim bo'libdi. Swimni past simple swim. Lekin mayta was borligi uchun bu nima bo'ladi? Swimga aylanib qoladi. 10. What do you do when you will get home tonight? Deyapti. Nima qilgan bo'lardingiz? Mayta will nima? Ortiqcha. You could had won. Had kelgandan keyin when bo'lish kerak mana. Ha, past perfect simpleness formulasi qanaqa edi? Subject plus had plus verb 1 midi? Ha, yo, verb 3 midi? Verb 3 edi. Subject plus had plus verb 3. Past perfect. Bu yerda if you could have won deyapti. Won'ning uchinchi shakli nima? Win'di. Win'ning uchinchi shakli. Qarang, ashqabolar, could had turyapti. Could had degan narsa bormi? Batta nima bor? Have bo'lish kerakmi? Won bo'lish uchun have bo'lish kerak. I am not able to speak French very well. I am not deyapti. Not able to qolib ketgan maytda. Maytda nima yo'q? To yo'q maytda. Tushunarlimi? 13. Tell me as soon as you will hear any news. As soon as dan keyin will I could have go to the party. Gone bo'lish kerak mana. Ha, will bo'lmaydi. Ko'rasizlarmi? Demak, xo'p, endi part sentence transform. Bu yerda meni o'chirib qo'ysam, qarang, har bir nima qilaman? Qo'yib chiqib beraman. I managed. Qarang. I was able to manage bo'ladi. Bo'ldi shu, manage to repair yaqin o'sib borasizlar, to'g'rimi? Endi qarang. It was possible for you to help me there, but you didn't. Qarang. Have bilan ishlash kerak. Ya'ni qarang. Menga yordam berishlik uchun imkoniyat bor edi. Lekin sen buni nima qilmading? Qilmading. Endi have bilan. Sen menga yordam berishing kerak edi, bo'lish kerak. Nima bo'lish kerak? You yo'q. You could have helped me. Bo'ldi shu. To'g'ri, faqat Prosta gapni butkul o'zgartirib tashlayapmiz o'quvchilar. Menga yordam berishing kerak edi deyapti. Yordam bermagan. Xuddi shunaqa yozgan bo'lsangiz to'g'ri bo'lmasam xato. Tushunarlimi? Keyingisi when I will arrive at the hotel and then I will call you immediately. Qara. Hotelga yetib kelganimda keyin senga nima qilaman? Telefon qilaman. Qarang.
when bilan yozasiz. Qarang, when bilan. When endi I will bo'lmaydi. Arrive. Nima? At the hotel. Hotelga yetib kelganimda, I will tell you immediately. Tushunarlimi? To'g'ri emas. Knows how to swim very well. Qarang. She can swim very well. Bu shunaqa bo'ladi. Yozib ketyapsizlarmi? 5 emas. If bilan suzishingiz kerak ekan. If deyapman. Maybe it will rain and in the case we will say indoors. Agar yomg'ir yog'sa, if it rain bo'ladi. If it rains, agar yomg'ir yog'sa, nima bo'ladi? In that case, shu sababli biz nima qilamiz? Uyda qolamiz deyapti, ichkarida qolamiz deyapti. We will stay indoors. Bold. Qaranglar. Agar yomg'ir yog'sa, ichkarida qolamiz deyapti. Will bo'lyapti. To'g'ri ketyapsizlarmi? Yozib ketinglar kerak. Yozyapman, yozib ketinglar. Qarang, 6-sini qarang. He hasn't managed to find a job. Been deyapti-ku, able to bo'lish kerak. He qarang, hasn't been able to manage to find a job yet. Tushunarli bo'lyaptimi? Yozib ketinglar. 7 emas. Qarang, you had the opportunity to go to university but you choose not to. Qarang. Sanda deyapti. Universitetga borish uchun imkoniyat bor edi deyishimiz uchun nima deymiz? You could have the opportunity bo'ldi. Ma'noni ko'chirib qo'yasiz. Nima bo'ladi? Sanda universitetga borish uchun imkoniyat bor edi deb qo'yadi. Tushunarlimi? Afterda qarang, afterda qanaqa qilamiz? I will complete the report first, then I will leave the office. Qarang. Nima qilamiz? I will leave the office bo'ladi. Office after I complete the report first. Ko'ryapsizlarmi? Will bo'lmaydi. Afterda mana uni boshga qo'yib, zenni ham qo'shishlarni kerak aka. Keyin hop 9 manager. They succeeded in reaching the mountain peak despite the storm. Despite the storm deyapti. Succeeded in o'rniga manager qo'yamiz. Reaching the mountain peak deyapti. Qarang. They deymiz. They managed deyapti. Managed to yoki able to bo'lsa bo'ladimi? They were able to manage in reaching the nima? Maintaining peak despite the storm. Ya'ni bo'ron bo'lishiga qaramasdan nimani? Tog'ni cho'qqisiga chiqishga boshqarishni qobiliyati bor. Manage manage turibdi-ku. If nima bo'ladi? Agarda perhaps I will pass the exam then I will celebrate it. Agarda perhaps o'rniga if bo'ladi. If I pass the examdan o'tsam, I will nima bo'ladi? Celebrate bo'ladi. Kod bilan tutyapmiz. In the past I never know how to speak German fluently. I could have I could have
spoken bo'ladi. Yoki I could have known. Known have to speak. Have to speak German. Yaxshi hozirga ketaveradi. Tushunarlimi? Known nima? Verb 3mi? Verb 3 holatimi? Tushunarli. Men bilardim deyapti. Bilgan bo'lardim deyapti. Tushunarli? Bu yerda. In the past. Fluently. It was possible for him to win, but he made a huge mistake. Ha. U deyapti, yutishga imkoniyati bor edi. Ha. He could have. Ha. Nima bo'ladi? Won it mana. Uni yutishga nima? Win it bo'ladi. Yo'q, won bo'ladi, zo'r. Chunki parslik-ku, verbslik-ku. Tushunarlimi? 10. Before you leave, please look at the door deyapti. Ha. Tark etishni oldin nima? Eshikka qara deyapti. Nima qilamiz? Tark etganingda nima qilish kerak? Eshikka qara deyapti. Nima deyish kerak? Please look, eshik qulfla deyapti, zo'r. Eshikni qulfla. When you nima? Leave. Ko'ryapsizlarmi? Bunimiz B bilan. I hope to have the ability to run a marathon next year. Ha, I hope to have ability deyapti. Umid qilaman, umid qilaman. The ability deyapti-ku. Nima deymiz? Next year deyapti. I will be able to the ability to run a marathon next year. Ko'ryapsizlarmi? Keyingi yil marafonda yugurish uchun menda qobiliyat bo'ladi deyapti. Qarang, men aytdim I hope, I will bo'lish kerak. Umid qilaman, ha? 15. I didn't lock the door deyapti. Men eshik taqlatmadim, chunki deyapti, unutdim. But the opportunity was there deyapti. Lekin imkoniyat bor edi deyapti. Mana I could have been opportunity imkoniyat bor edi to lock the door. To lock the door. But nima? I forgot. Ko'rasizlar, gapni qanday o'zgartirib chiqyapman. Endi o'shaning uchun buni nima qilish kerak? Choose the correct option. To'g'ri option nima qilish kerak? Tanlash kerak, Qarang. Select the correct option inside the parentheses. Qarang. I was feeling sick deyapti. Men o'zimni nima kasal his qilayotgan edim. Qarang, shuning uchun haven't been able to eat anything yesterday. Kecha hech narsani yeyishga menda imkoniyat yo'q edi deyapti. Couldn't bo'ladimi yoki haven't been able to bo'ladimi? Couldn't been able to bo'ladimi? Haven't been able to. Couldn't to'g'ri. Demak, men mana shu narsani saqlab berib ketaman. Qarang. We will go bo'lyapti, go out for dinner when my dad arrives home. Nima bo'ladi? We will go bo'ladi. Tushunarlimi? Will go bo'ladi. Xo'p, keyingisi. We didn't you apply for the job. Biz deyapti, sani deyapti ishing uchun ishingni ma'qullamadik. Tushunding degan umiddaman deyapti. Could have got bo'ladi. Tushunarlimi? If you deyapti study, will study hard, you will pass all your exams. Study bo'ladi, chunki if ga nima bo'ladi? Will bo'lmaydi. After trying 4 hours deyapti, soatlab harakat qilganidan keyin u deyapti, olovni nima qildi? O'chira oldi. They were able to put deyapti-da. Batta hop. We are able to bo'lyapti batta.
What will you do if it deyapti, this weekend deyapti. Nima qilgan bo'larding agarda yomg'ir yog'sa bu hafta deyapti. Rains bo'ladi, will bo'lmaydi. Hop, I deyapti, see you clearly from here deyapti. Can bo'ladi, chunki able da to you. You deyapti, could have fallen, could fell deyapti, of the leader deyapti. But more careful next time. Could fail. Could fail. Could Huh. fail. Could have failed. Could have fallen. I will buy a new phone as soon as deyapti. Imkon bor yangi telefon sotib olaman deyapti. I have bo'ladi. She hasn't been able to, couldn't drive since her accident last month. O'tgan oyi hodisa bo'lishiga qaramasdan ular deyapti hodisa bo'lishiga meni olishgan edi. Meni olishmagan edi. Hasn't been Hop. able to bo'ladi. Hasn't able to qobiliyati yo'q edi, to'g'ri. Endi tekshirildi. O'zini ushlab turdi. Davom etamiz. Rewrite, qaytadan yozish. Endi o'quvchilarga e'tibor beramiz. Bu yerda qaytadan yozishimiz kerak bo'lgan joy bor. It's possible for Sarah to solve this problem easily. Can bilan qilish kerak. Qarang. Sarah deyapti, bu muammoni osonlik bilan hal qila oladi. Sarah deyman. Qarang, birinchi o'rin yozib ketyapman. Sarah can to solve demaymiz. To yopishmada solve this problem nima deymiz? This problem easily. Qarang. Bu yerda nima ketdi? It's possible for Sarah ketdi. Ko'ribsizlar? Nima ketdi? Sarah. Unga nima dedim? Sarah deyapman, to ham ketdi. Unga nima dedim? Sarah yoniga canni qo'ydim, solve this problem easily deb qo'ydim. Endi ikkinchisini could bilan. I didn't have the ability to swim when I was 5. Ya'ni men bu 5 yoshligimda men nima qilardim? Suzishga imkoniyatim yo'q edi. Nima deymiz? I couldn't have the ability. Ability nima qilgani? To swim when I was 5. Shunaqa deb ketyapman. Uchinchimiz. Could bilan yana. We had a chance to visit Paris, but we didn't go. Biz Parijga borishimiz kerak edi deb qo'ysak bo'ladimi? We could nima bo'ladi? Have qayerga borish? Visited Paris. Qarasam. Biz Parijga borishimiz kerak edi deb qo'yadi. Lekin bormagan-a? When bilan. I will finish my meal and then I will wash the dishes. Ya'ni men ovqatimni tugatib bo'lganimda, tayyorlab bo'lganimda, men nima qilaman? Idishlarni yuvaman. When I nima bo'ladi? Finish my meal. Ya'ni ovqatimni yuvib bo'lsam, nima qilaman? I'll nima qilish mumkin? Wash the dishes bo'ladi. Tushunarlimi? To'g'rilar nima ketmayapsizlar? If it's possible, I will see Alex tomorrow, so I will give him the message. If bilan. Agarda Alexni ertaga ko'rish imkoni bo'lsa, men unga nima qilaman? Message, xabar jo'nataman. If I see Alex tomorrow. Endi possible turibdimi? If I am able to see Alex, ya'ni ko'rish imkoniyati bo'lsa ertaga. Tomorrow. Tomorrow deyaptimi? If I am able to see tomorrow. Tomorrow o'rtashamiz bitta. So, I will give him the message tomorrow.
message tomorrow. Ana. Agar Alexni ko'rishga imkoniyat bo'lsa, ertaga men nima qilaman? Unga xat jo'nataman deyapti. Keyingi were you able to contact the manager yesterday deyapti. Manager bilan nima qilishimiz kerak? Boshqarishimiz kerak. Manager yesterday. Manager bilan nima qilishimiz kerak? Nimani o'rniga? Contact o'rniga. Savol. Were you nimasi bo'ladi? Able to manage the manager yesterday. Nima dedi? Ertaga menejerni boshqara olasanmi deyapti. Ya'ni aloqaga chiqa olasanmi degan gap. Have you had the opportunity to take the train deyapti. Why did you drive deyapti. Ya'ni sanda deyapti avtobusga chiqishga imkoniyati bor edi deyapti. Ha. You could nima bo'ladi? Have the opportunity to take the train. Tushunarlimi? When nima bo'ladi? Don't cross the road until the traffic lights turn green. Ya'ni svetofor yashil chiroq yoqqunicha nima qilmang? Yoqqunicha yo'lni bosib o'tma deyapti. Endi when deymiz, the traffic deymiz. The traffic lights svetofor and turn green, ya'ni yonganda until the traffic lights. Hop, nimasi bo'ladi? When the traffic lights turn green, yonganda nima qilishing kerak? Until o'rniga when ishlatyapmiz-da. When the traffic lights turn green, you can cross the road. Tushunarli? 9. Is it possible for you to lend me some money? Ha. Sanda imkoniyat bor edi. Ha. Nima bo'ladi? You could have lended me some money. Endi could have degandan keyin mana could nima bo'ladi? Oldiga chiqadimi? Could you have lended me some money? Imkoniyatim bo'larmidi deyapti. Endi if nima bo'ladi? Unless undiga agarda we will go for a walk deyapti. Agarda yomg'ir yog'masa, unless it rains deyapti, we will go for a walk deyapti. Ya'ni biz nima qilamiz? Ishga borib, agar yomg'ir yog'masa, ishga yo'lda boramiz deyapti. If bilan ishlasiz, it rains desa, ha. Biz nima qilishimiz mumkin? We want, aytib bormaymiz. Go for a walk, ya'ni sayrga chiqamiz ya'ni. Tushunarlimi? Hop, 11. I haven't succeeded in opening this jar deyapti. Ha. Nima bo'ladi? I wasn't able to success you nima bo'ladi? You were silly to drop the walls. It was possible for it to break deyapti. Ha. Nima bo'ladi? You could
Agarda san vassani ushlab qolganingda deyapti. Sanda deyapti buni sindirishlikda imkoniyat bo'lardi deyapti. Tushunarlimi? Immediately after I arrived at the station, I will buy a ticket deyapti. Estoniya bilan silish kerak ekan. Ha. Ha. I will buy a ticket. Tushunarli? Xo'p. Bu able. Why? I managed to pass my driving test on the first day. I was able to pass my driving test on the first try. Tushunarli? 15 if bilan. What are your plans in the case you lose your job? If you lose your job, what are you ana shunaqa bo'ladi.